Bu sayohatimga sevgan insonim bilan yo'l oldim. Styuardessa bo'lishimga, o'qib o'rganib dunyo kezishimga mana onam sababchi bo'lganlar. Bugun esa ularga surpriz qilib, o'zim bilan birgalikda sayohatga olib ketyapman. Siz ham oiz bilan arzonroq va qulay sayohat rejasini tuzmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, bu ilovalarni yuklab olishni boshlang. Birinchisi bu Seat Guru. Bu saytda siz samolyotdagi eng xavfsiz va qulay joylarni bilib, shunga qarab joy sotib olishingiz mumkin. Ikkinchi ilova bu Grab. Eng qulay va ishonchli taksi uchun doim shu ilovadan foydalanaman. Va uchinchi ilova bu Aviasales.uz. Arzon va qaynoq avia chiptalarini har sayohatimda shu ilovadan xarid qilaman. Shuningdek, bu ilovadan otel ham bron qilishingiz mumkin. Keling endi men bron qilgan uyni rasm va realini solishtiramiz. To'g'risi, juda ham estetik va shinam joy ekan. 14-qavatdan esa shaharni hamma yog'i ko'rinadi. Binomiz esa 20 qavatli. Eng tepa qavatida esa shaharni tomosha qilib, hovuzda cho'milsangiz bo'ladi. Agar kelajakdagi sayohatingiz Malayziyaga bo'lsa, albatta shu joyda turishingizni maslahat beraman. Bu yerning manzilini video opisiyatsida qoldiraman. Siz bilan keyingi foydali videolarimda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling deb qolaman.